Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Do'stlik tumanida fuqarolarning yo'l infratuzilmasi, yo'llardagi bir qancha muammolar, bir so'z bilan aytganda, yo'l harakati xavfsizligiga oid murojaatlari yuzasidan sayyor qabul tashkil etildi. Hozir shu haqida. Tuman maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti majlislar zalida tashkil etilgan sayyor qabul avvalida boshqarma boshlig'i sodir etilgan yo'l transport hodisalari va ularning oqibatlari haqida so'z yuritib, har bir fuqaro yo'llarda xavfsiz harakatlanish uchun belgilangan qoidalarga amal qilishlik bo'yicha barchani hushyor va ogoh bo'lishlikka chaqirdi. Shundan so'ng viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i 20 nafarga yaqin fuqaro murojaatlarini tingladi. Asosiy murojaatlar yo'l infratuzilmasi, svetofor o'rnatish bilan bog'liq muammolarni hal etishda fuqarolar ko'mak so'rashdi. Xususan yo'llarni ta'mirlash, yo'l belgilari va qavariq qoplama yotqizish, ichki ko'chalarda yo'llarni yoritish hamda ijaraga berilgan avtomashinalar, avtomashina oldi-sotdisi jarayoni bilan bog'liq muammolarga yechim topish, yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq masalalarda yordam berish bo'yicha murojaatlar ko'rib chiqildi. Jizzax viloyatida yo'l harakati xavfsizligi boshqarma boshlig'ining sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Biz bildirilgan murojaatimiz ijobiy tomonga hal qilindi. Kelgusida yana shunaqangi sayyor qabullar ko'p bo'lishini xohlab qo'ygan bo'lardik. Fuqarolarning har bir murojaati atroflicha o'rganilib, ayrim muammolar joyida hal qilindi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, fuqarolardan 15 dan ziyod murojaat kelib tushdi. 5 tasi joyida hal etildi. 8 ta murojaat muayyan vaqt talab etuvchi masala bo'lganligi uchun mas'ul rahbarlarga tegishli topshiriqlar berildi hamda ijrosi qat'iy nazoratga olinishi belgilandi.